Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar. Mana bugun biz Nevstar zavodga keldik. 3 metrlik motorol so'ragan aka-ukalarimiz bor edi. To'liqroq ma'lumot bering degan edi. Mana zavodga keldik. Bort razmeridan boshlaydigan bo'lsak, 1,5 ga 3 bortlari yonboshga ochiladi. Tepa qismi reshetka holatida qoladi. Shu yerdan ikkita bort alohida ochiladi. Bortni balandligi bo'yiga 1 metr. Balonlar qo'sh balon, keyin yakka balon. Bunisi qo'sh balon, bunisi yakka balon. Ko'pchilik so'raydi, orqasida ham qo'sh balon qilsa bo'ladimi? Qilsa bo'ladi. Uni ham o'ziga yarasha plus minus tomonlari bor. Keyin bunda zapaska balon bo'ladi. LED chiroqlar orqa. Mostga keladigan bo'lsak, most дополнительный most bo'ladi, lekin bunda задний most bo'lmaydi. Ko'pchilik qo'shma most kerak menga deydi. Qo'shma most kerak bo'ladigan bo'lsa, Xudo xohlasa yangilik qilib qolishimiz mumkin. Zadniy mostimiz ishlaydigan zadniy most 8 ga 24 juda ham katta zadniy mostdan qo'yilgan bo'ladi. Xohlaganlarga ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Hozir videoda kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Ramalar usilining rama bo'ladi. Motorlar 300 kubalik motor bo'ladi. 250 kubalik so'rayotganlarga 250 kubalik motor qo'yib berishimiz ham mumkin. 300 kubalik motor qo'yib berishimiz ham mumkin. 200 kubalik motor qo'yib berishimiz ham mumkin. Kim qanaqa motor xohlasa shunaqa qo'yib beramiz. Bu yerda rashtilni bachok. Bu yerda ключ, bu narsa solishga yashik. Tablo ko'rinishi, magnitofon bor. Probeglari 0 probegda. Do'stlar, vilkalar 60 talik vilka bo'ladi. Katta vilka. Bak sig'imi 22 litr. Old oyna tozalagichlari elektronli bo'ladi. So'raganlarga. Chiroqlari o'ta ham yaxshi LED chiroqlar bilan jihozlangan. Balonlar 500 ga 12 bo'ladi. Radiatorli panejlisi ikkita bunda. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Motorda joylashgan panejli bor, keyin zadniy mostda joylashgan panejli bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz batafsil ma'lumot beraman. Manzil tushunmayotgan aka-ukalarimiz Toshkent viloyati Zangiota tumani Bo'zsuv Chinor mahalla. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, zavoddan lokatsiya tashlab bera olaman. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin.